Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola rafiqasi bilan yarashish bo'yicha muzokaralar olib bordi va tomonlar ajrashish jarayonidan qochishlari mumkin. Va bu mavsum Guardiola uchun Manchester City'dagi 9 yillik faoliyatidagi eng og'ir mavsum bo'ldi. Shaharliklarning futbol maydonidagi muammolardan tashqari Josepning shaxsiy hayotidagi muammolar ham qo'shildi. Yanvar oyida Guardiola 30 yildan beri birga bo'lgan 2014-yilda turmush qurgan rafiqasi Cristiano Serradan ajralayotgani ma'lum bo'ldi. Mishmishlarga ko'ra, Cristiano Guardiolaning Manchester City bilan yangi shartnomasiga shunday munosabatda bo'lgan va Josep mavsum oxirida ingliz klubini tark etishini va u bilan ko'proq vaqt o'tkazish uchun 12 oylik ta'tilga chiqishni kutgan. Biroq Daily Mirror nashrining yozishicha, Guardiola va Serra endi bir-biriga ikkinchi imkoniyat berishga tayyor. Yarashish uchun Josep Pasxadan 3 kunga Cristiano oldiga keldi. Aytilishicha, Guardiola Serraga haftada kamida bir kun Manchester City tomonidan to'lanadigan shaxsiy samolyotda 2021-yilda Barselonaga uy sotib olishga va'da bergan. Qo'shimcha qilish kerakki, Guardiolaning Manchester City bilan shartnomasi tugashiga hali 2 yil bor. Klub rahbariyati kataloniyalik murabbiydan klub oldidagi majburiyatlarni aniq bajarishni to'liq kutishmoqda. Deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz bilgan va bilmagan xabarlar hali oldinda.